Spline bilan yakınlaştırış. Spline bilan yakınlaştırışda chiziqli spline var, kvadrat spline var, kubik spline var. Bugünkü mavzumuz chiziqli spline bilan funksiyalarni yakınlaştirish. Mavzuni yozamiz. Chiziqli spline bilan funksiyalarni yakınlaştirish. Yine yazdık. Mavzuni biror bir rang bilan belgilab olsak, ko'rinib turadi. Yana bo'ldi. Demak, yine bu formula chiziqli spline'ni formulasi. Yana bu yerda yozilgan bizlara berilgan misol. Birinchi bo'lib x bilan y ni kiritib olamiz. Bu yerga yozaman x ni qiymati, bu yerga yozaman y ni qiymati. X degan 0,35 0,41 0,47 0,51 0,56 0,64. Demek iteratsiya son qo'yib olamiz. Nechadan ekan endi qiymati degan savolga javob beramiz. Ko'rsatsak 0 1 ikkisini belgilab tortamiz. Demak 5 tane ekan. Endi qiymati 5 ekan. Har bir x emas, y ni qiymatini yozamiz. 2,739 51 2,380 2,380 keyingi qiymati 1,968 64 968 64 keyingi qiymati 1,787 76 keyingisi 1,59 502 x ni oxirgi qiymati 1,343 10 ekan. Yana biza o'zimizga kerak bo'lgan tugun nuqtalarni kiritdik. Endi spline funksiyani tapmasdan oldin, spline funksiyani tapmasdan oldin, chiziqni tapmasdan oldin i bilan b ni topib olish kerak. I degan nima bizlarda? I. B ni topib o'tirmayman, b ni to'g'ri formulaga qo'yaman. Uchun yana b degan y yaxshi yozing shuni. I b I. To'g'rimi? I degani deng ekan yozamiz. I ni o'rnina 0 I teng 0 dan boshlanmaydi. I teng 1 dan boshlaydi. Uchun deganda I minus 1 bor. I ni o'rnina 1 qo'ysak, nima bo'ladi? Y1 minus Y0. Y1 minus Y0. Qausni beklaymiz, bo'lamiz, qausni ochamiz. X1 minus X0. Qausni bekladik. Enter. Endi chetamiz. Quloqdan ushlab, pastga qarab tortamiz. Pastga qarab tortamiz. Yana qiymatini chiqadi. Faqat bir katak qoldiramiz. Uchun deganda biza juftdan olib turibmiz. Juftdan olib turibmiz biza. Agar yana bir katak olsak, yo'q narsaga tushib ketamiz. Tushundikmi? 6-chi bo'lishi kerak buning uchun. Bu i deng degani y i minus 1. Yana i navdan boshlaydi? 1 dan boshlaydi. Y 0. Doğru mu? Ava bir katak qoldirib yozamiz. Bu 1 ni y1 da yozamiz. Uchun endi i teng 1 holatida ku. Bu 1 deng y0. Doğru mu? Keyingisida yana pastga qarab ushlab tortsak, yana chiqardi. Hammasini to'g'ri chiqardimi? Oxirdagi bir dani qoldirdi, yana y1 yozib beramiz buni. I'ni topdim, B'ni topdim. Endi menga kerak bo'lgan S I X ni topaman. Yana S I X. S I X deng ekan I ni qiymatini topdim. Biz bu yerda X variantida berib qo'ygan yerdagi X ni kiritmayapmiz. Shuni kiritib beramiz. X shtrix nima deng bizlarda 0,526 ekan. Yozamiz. S I X deng EI ko'paytiramiz, qaus ochamiz. X minus I teng 1 ku, X 0. Qausni bekladik. Plus B nima deng? Yana 2,71. Enter. Endi chetamiz.
plus qismidan ushlab pastga qarab tortamiz. Tortgandan keyin zinashladi. Ena xatolikni ko'rdingizmi? Xatolikni. Nillarni olib ketgani. Ko'rindimi? Demak, 3 qismini o'chiraveramiz. Bu yerdan boshlaymiz. N7 hozir bu i teng 2 holatimi? Agar i teng 2 bo'lsa, A2 x bu yerda x ni qiymati o'zgaradi. To'g'ri aytasiz. Biz x ni do'lratib qatirmadik. Uchun deganda x faqat x. Boshqa qiymati yo'q ina. Dollar belgisini qo'yamiz. Qausdan tashqariga qo'yilib ketdi. Hozir qausni ichiga qo'yamiz. Keyin qausdan tashqaridagini o'chiramiz. Ana bo'ldi. Endi bu qiymatni yozganda, уже imini belgilab tortamiz endi. Shunda to'g'ri oladi. Toza qiymatni belgilab tortamiz. Ana o'zgardi. Ichiga kirib ko'ramiz formulani. Agar i teng 1 holati 0 ga to'g'ri gap qoldi bizlarda. Uchun endi i ning qiymati 0 dan boshlamaydi, qo'yib edi i minus 1 bor. I teng 2 bo'lgan holatda nima bo'ladi? X minus x1, ina x1 a1 plus b1 to'g'ri. To'g'rigan formulani. Bu yerga kirib ko'rsak, to'g'ri. Beraganda уже 0 qiymatni olgan. Bu qiymat kerakmaydi bizlarga. O'chirib tashlaymiz. Tushundikmi? Ana bo'ldi. Endi qaranglar. Bu hozir x ni qiymatini olib turibdi-ku. X ni qiymatini olganda hozir bu 2 aralıkda olib turibdi. Shu yerda i teng 0 holatida x ni qiymati 0.35 bilan 0.41 aralıktaki S1 ni qiymati bu. Tushundikmi? Yana bu yerdagi S2 ni qiymati esa 0.41 bilan 0.42. Har bir aralıktaki 3 tane aralık bormi? Shu yerdagi yechimni topib turibdi bu. Her birisi uchun chiziqli spline tuzib turibdi. Tushundikmi? Demak, bize topgan narsamizni, bizlere gerek bo'lgan narsamizni qizil bilan belgilab olamiz. Ana bo'ldi.